Yuragingiz uchun eng xavfli ichimlik aslida alkogol emas. Hattoki gazli suvlar emas. Yurak uchun bitta eng dahshatli ichimlik bor. Biz Xitoyliklar O'zbekistondagi aksariyat insonlar shu ichimlikni tez-tez ichishni yaxshi bilamiz. Balki siz ham bu zaharni bugun ichgandirsiz. Agar ichgan bo'lsangiz, bu sizning aybingiz emas. Chunki katta kompaniyalar bu ichimlik mutlaqo zararsiz ekanini aytib, sizni ishontirib kelishgan. Bu ichimlik sizni kasal qilish uchun yaratilgan. Eng qizig'i, uni kimyoviy laboratoriyada chiqarishgan. Yuragingiz bunga aniq tayyor emas. Uning tarkibidagi yuqori fruktozali siruplar yuragingizda yog'ga aylanadi. Yoshlar orasida erta infarkt holatlari ko'paygani sababi ham shunda. Kamiga uning ichidagi kofein moddasi stress gormonlaringizni Toshkent teleminorasidan ham balandga uchirib yuboradi. Haliyam qaysi ichimlik haqida aytayotganimni sezmagan bo'lsangiz, bu energetiklar. Buni ichishni bugunoq to'xtating, keyin kech bo'lishi mumkin. Uning o'rniga asal choy yoki tabiiy o'tlardan damlangan choylarni iching. Haqiqiy quvvatni sizga faqat tabiat beradi, kimyoviy laboratoriya emas. Videoni siz chindan qayg'uradigan va energetiklar ichadigan insoningizga yuboring. Tabib Shifuga obuna bo'ling va tabiiy usullar bilan davo toping.